Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Andijon viloyati Bo'ston tumani Turdiyev To'lanboy fermer xo'jaligi rahbari Madumarov Murodjondan sizga video murojaatnoma. Mana shu 3 yildan beri shu bank, Agrobankdan shu imtiyozli siz tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditni ajratib olishda juda katta muammolar bo'lyapti. Hokimning to'sqinligi, tuman hokimining to'sqinligi, qarshiliklarini bu bilmayman, endi tushunmayapman. Endi bir gektar qo'shib yuboryapti, boshqa qilyapti. Platforma deydi, boshqa deydi. Mana shu kungacha biz mana yerlarimiz tayyor. Mana tekizlash kerak, agat olish kerak, boshqa qilish kerak, urug' ekishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana yerlar tayyor. Imtiyozli restni ajratilmayapti. Ana tuman Agrobankning boshlig'ini topib olmaydi. Hokimning oldidan men deydi, aytaman, betaman, telefonni olmay qo'ydi, murojaat qilsak, platforma. Biz tushunmayapmiz, bularga bir chora ko'radigan odam bormi? Bu dehqonni o'ylaydigan odam bormi o'zi O'zbekistonda yo yo'qmi? Bultur yozda ham shu video murojaat qilib sizdan yordam so'rab pullarimizni oldik, pullar chiqarmon. Biylar mana qarshilik qilib turibdi. Tuman hokimi Sanobarxon Nosirovaning buyrug'i asosida sentinellarni balat qilib, yerda banitet ballarni balat qilib platforma deydi. Biz tushunmasak bu platformalariga, boshqa qilsak, bu tuman hokimiga shu 4 yildan beri hokimlik qilayotgan bo'lsa, 5 marta sudga da'vo ariza kirgizdi biz to'g'rimizda. Bu boshqa qiladigan ishi yo'q. Bu bilam 464 million qarzi bor deb Agrobank noto'g'ri ma'lumot bergan. Mana sud bo'lib o'tdi, tugadi. Shu birgalikda shu hokimning gapiga quloq solib, qarshiliklar qilib keladi. Shunga sizdan iltimos qilib qolamiz. Andijon viloyati Bo'ston tumani Turdiyev To'lanboy fermer xo'jaligi rahbari Madumarov Murodjon, siz bizga shu birjada 20 kuni sotganmiz. Mana 22 kun bo'ldi birjadan sotib o'ynaganimizga. Shu bo'yicha imtiyozli kredit ajratib berishda amaliy yordam ko'rishingizni iltimos qilib qolamiz. Qolaversa shu Bo'ston tuman hokimiga, Bo'ston tuman Agrobankiga, shu viloyatdan mana Elshodbek degan bo'lagan rahbar bu bilan ham ko'rishdim. Aka, hal qilamiz, boshqa qilamiz, bir ko'rmadi ham, hal qilmadi. Boshqa mana shularga bir qonuniy chora ko'rib berishingizni iltimos so'rab qolamiz. Mana yerlar tekizlash kerak, boshqa qilish kerak. Kredit ajratmayapti. Shu vatan, shu yurt uchun ishlayapmiz-ku biz ham, misol O'zbekiston uchun. Men tushunmadim, bu hokimning boshqa qiladigan ishi yo'q. Shu faqat biz bilan shu yer talashib boshqa qilib yotibdi. Buni ko'radigan, bir hisob qiladigan odam bormi o'zi, bular tekshiradigan. Shunda bir amaliy yordam berishni iltimos qilib qolamiz.